Lekin bu golosga videoli yasab olish bo'lmasin. Buni erkalab o'tirish shart emas. Buni zo'rlab, qiynab, bosib minish kerak faqat. Rostakasi maxluq 800 ot kuchi tasavvur qilyapsizmi? Va tuninglar qilib tashalgan. Kamida $35,000 xarajat qilingan ekan. BMW XM jigar. Rostakasim BMW X5 mi, X6 mi haydaymi deb yurgan bo'lsangiz, aynan o'shani aytayli ancha zamonaviy, yana ham ancha mo'shni ko'rinishida-da. Lekin o'sha X5, X6larni puliga hozirgi kunda bosib olsangiz bo'ladi. Tasavvur qiling. Lekin yengisi bilasiz bir 250 millga olingan shu apparatlar. Va plus bunga $30-35,000 xarajat qilingan diska balon, oldi orqa bodikitlar ko'rasizmi? Haqiqiy larta. Bundan tashqari chip reyslargacha qo'yilgan. Ya'ni 800 ot kuchi ekan. 4 litr turbina motor. Bundan tashqari karbon detallar. Pataloni, dizayn romiklarga bitta ahamiyat bering. Ruldiga mana ham M1, M2 knopkalari o'zingizni xohishingizga qarab nastroyga qilib qo'yasiz. Bitta bossangiz, xohlang maxluq qilib qo'yasiz. Xohlang o'rtacha rejimga qo'yib yurasiz. Bu mashinani olsangiz bir vaqtda ikki xil mashina sotib olgandek bo'lasiz. Agar yumshoq shaharda xotirjam oqib yurmoqchi bo'lsangiz, elektrga o'tkazib olasiz. Elektrda yuradi. Xohlasangiz rostakasim adrenalin, rostakasim emotsiya olmoqchi bo'lsangiz, qiynamoqchi bo'lsangiz, zo'rlamoqchi bo'lsangiz, benzinga o'tkazib olasiz. Hammaga nasib qilsa mana shunaqa maxluqlarni olib haydash. Lekin inshaalloh pulingiz yetsa, nima olsamikin deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, bitta haydab ko'ring. 142 mingga ko'ndira oldik. Bosib yuboring. 2023-yil 36,000 probeg, lekin salon, kuzov holatlari taniq. Ya'ni bir 10 ming yurgan mashina qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lib turibdi. Kelib ko'rsangiz ham to'g'ri aytibsiz. Bosib yuboring. Yaqinlaringizga tarqatishingizdan chiqmasin. Lekin bu golosga videoli yasab olish bo'lmasin.